bizada get, gets, is, are, yoki am, getting yoki got, something plus verb ish bo'ladi. Ya'ni sizlarda get yoki gets desa present simple'da am is are getting bo'ladigan bo'lsa present continuous'da, got bo'ladigan bo'lsa past simple'da xuddi shunaqa qilib gapirsanglar bo'ladi. Sizlarga have, has va had ni o'rniga bemalol shuni o'chirib tashlab mana tepadagi narsani aytsanglar bo'ladi. Faqat degan joyi bor bizada informal conversationlarga yoki bo'lmasam informal letterlarga bu narsani aytsanglar bo'ladi. Misol uchun aytaylik. Are you getting your house your car fix it? Are you getting your car fixed? Yani sen o'zingni mashinangni o'xshattiribsan. Are you having your car fixed so'zini o'rniga gettingni qo'yaversak bo'lar ekan. Tushunarlimi? Ham aytaylik misol uchun. Did you bironta servislarni aytaylik-da. Misol uchun kimdirlar biz uchun ish qilib beradi-ku o'sha narsani. Misol uchun. O'xshash so'zlar bitta hop. Did you get your painting drawn? Did you get your painting drawn? Demak, sen o'zingni rasmingni chizdirdingmi? Did you have so'zi bor-ku o'sha o'rniga get qo'yib ketaveramiz. Keyingisi, nima yozyapmiz endi? Present simple o'ziga aytyapti, modal bilan tuzib qo'yamizmi? Can you get my house sold? Can you get my house sold? Demak, men uyimni sotib bera olasanmi bo'ladi. Tushunarlimi? What have no me? Can you have my house sold? Can you get my house sold deysizlar, faqatgina informallar uchun. Tushunarlimi? Bironta do'stlaringizdan nimadirlarga yozayotgan paytingizda prosta casual conversationlarda sizlar bo'layotgan. Tushunarlimi?